Tafriq sehri, ya'ni xotinni o'rtasini buzishlik uchun qilingan sehr. Tafriq sehri insonlarni bir-biridan sovutishlik uchun qilingan sehr. Bunda bilan xotinni o'rtasini buzishlik, ota bilan onani o'rtasini buzishlik, biznesdagi sheriklarni o'rtasini buzishlik, bularning ichida eng ommalashgan turi bilan xotinni o'rtasini buzishlik uchun qilingan sehr. Alomatlari: xotin beixtiyor bir-biridan nafratlanib qolishlik, oddiy gap katta janjalga aylanib ketishligi, ilgari yaxshi ko'rgan insoni yomon, xunuk, jirkanchli holatda ko'rinishligi, ya'ni bunda erni ko'ziga xotin xunuk holatda ko'rinishligi mumkin yoki teskari, xotinning ko'ziga xunuk holatda ko'rinishligi mumkin. Bir-birini ko'rgisi kelmaslik, sababsiz ajrashishga urinishliklar, yaqinlarni maslahati yoqmasdan o'zlarini bilganliklaricha ish tutishligi, oilani ajrashishlik yoqasiga kelib qolishligi, sababsiz, hech qanaqangi sabablarsiz. Bizni kuzatishda davom eting, yanada qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda.